Assalomu alaykum. Boshlangan yangi kun barchangiz uchun xayrli bo'lsin. Efirda O'zbekiston onlayn informatsion dasturi, studiyada Anvar Azimov. Poytaxtimizda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati qo'mitalarining majlislari o'tkazildi. Ularda iqtisodiyot tarmoqlari va mamlakat mintaqalariga xorijiy investitsiyalarni jalb etish, tadbirkorlik faoliyatini moliyaviy qo'llab-quvvatlash va boshqa qator masalalar muhokama etildi. Hozir shu haqda Xalqaro munosabatlar, tashqi iqtisodiy aloqalar, xorijiy investitsiyalar va turizm masalasi qo'mitasi majlisida O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirining iqtisodiyot tarmoqlari va mamlakat mintaqalariga xorijiy investitsiyalarni jalb etish sohasidagi faoliyati to'g'risidagi hisoboti tinglandi. Birinchidan, bu yerda hech qanday shubha yo'qki, albatta sarmoyalar, albatta zamonaviy texnologiyalar bizni iqtisodiyotimizni rivojlanishi uchun juda kerak. Dunyoda hech qanday davlat yo'qki, mana shu sarmoyasiz o'zini iqtisodiyotini rivojlanishga ega bo'lgani. Hattoki shunday katta eng yirik iqtisodiyotlar Amerika Qo'shma Shtatlari, Yaponiya, Koreya va hattoki Xitoy baribir bular o'sha xorijiy sarmoyalarga suyanib o'z iqtisodiyotlarini rivojlantiryapti. Byudjet va iqtisodiy islohotlar masalalari qo'mitasining yig'ilishida Mikrokredit bank Aksiyadorlik tijorat bankining tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishni moliyaviy qo'llab-quvvatlash hamda shu maqsadda aholi bilan muloqotni yo'lga qo'yish borasidagi faoliyatini o'rganish natijasi muhokama etildi. Ma'ruzachining so'zlariga ko'ra, bankning 85 ta filiali tomonidan 428 ta aholi punktlarida istiqomat qilayotgan fuqarolarga joriy yilning birinchi choragida 143,4 milliard so'm miqdorida kredit ajratilgan. Shuningdek, kasb-hunar kollejlari bitiruvchilariga 2016-yilda 66,6 milliard so'm kredit ajratilib, 5237 ta ish o'rinlari yaratilgan. Mikrokredit bank Aksiyadorlik tijorat banki 2016-yil davomida bankimiz tomonidan aholining keng qatlamlariga tadbirkorlik faoliyatlari uchun 1 trillion 130 milliard so'mdan ortiqroq miqdorda kredit mablag'lari ajratildi va natijada 39 mingdan ortiq yangi ish o'rinlari tashkil etildi. Undan tashqari bankimiz tomonidan ajratilayotgan mazkur mablag'larning 500 milliard so'mdan ortig'i imtiyozli mikromoliyaviy xizmatlarni tashkil qiladi. 2016-yil davomida bankimiz o'rta maxsus va kasb-hunar ta'lim markazining hududiy boshqarmalari bilan o'tkazilgan hamkorlik ishlari davomida bankimiz tomonidan 4866 ta kollej bitiruvchisiga qariyb 43 milliard so'mdan ziyodroq imtiyozli foizlarda mikrokreditlar ajratildi. Bu esa o'z navbatida o'tgan yilga nisbatan 1,4 barobarga oshganidan dalolat beradi. Shuningdek, qonunchilik va sud-huquq masalalari, muhofaza va xavfsizlik masalalari, fan ta'lim, madaniyat va sport masalalari va agrar suv xo'jaligi masalalari qo'mitalarida ham yalpi majlis kun tartibiga kiritilgan masalalar ko'rib chiqildi. Yurtimizda tadbirkorlar faoliyat yuritishlari uchun keng imkoniyatlar yaratilgan. Ammo ular orasida ana shu imkoniyatlarni suiiste'mol qilayotgan qo'shtirnoq ichidagi ishbilarmonlar ham yo'q emas. Ular tomonidan mamlakatimizga noqonuniy ravishda olib kirilayotgan tovarlar bojxona xodimlari tomonidan o'z vaqtida ushlanib, belgilangan tartibda yo'q qilinmoqda. Navbatdagi lavhamizda bu haqda batafsil so'z boradi. Siz tasvirda ko'rib turgan turli xildagi mahsulotlar birozdan so'ng sud ijrochilari va bir qator mutasaddi xodimlar tomonidan yaroqsiz holga keltiriladi. Mazkur buyumlar chegara nazorat postlari orqali noqonuniy yo'llar bilan olib kirilgan yoki yaroqlilik muddati o'tsa-da tadbirkorlar tomonidan sotuvda bo'lgan. Ayrim buyumlar esa jinoiy maqsadga xizmat qilgan. Jinoyatchilar bo'yicha Yunusobod tuman sudining hukmiga ko'ra qarzdor Putinning ishi bo'yicha, Oqilov ishi bo'yicha va Dashinan ishi bo'yicha dastlabki tergov davrida Bosh prokuratura huzuridagi departament xodimlari tomonidan daliliy ashyo sifatida olingan shluz buyumlarini yo'q qilish to'g'risida ijro hujjatlari mavjud bo'lib, mazkur buyumlar komissiya ishtirokida maxsus texnika yordamida ezg'ilash yo'li bilan amalga oshirilib, hosil bo'lgan chiqindilarni axlat tashlash idishiga tashlab yuborilish yo'li bilan amalga oshiriladi. Sud departamenti va bir qator tashkilot vakillari nazorati ostida 295 million so'mlik shlyuz va kompyuter texnikalari, 3250 ta kontrafakt disklar, 12 million 500 ming so'mlik 320 ta spirtli ichimliklar, 6 turdagi 12 million va 46 million so'mlik 12700 ta tamaki mahsulotlari va 470 million so'mlik dori vositalari yaroqsiz holga keltirildi.
Bugun Buxoro shahrida 16-Ipak va ziravorlar festivali o'z ishini boshladi. 3 kun davom etadigan mazkur festival doirasida mahalliy va xorijlik hunarmandlar, ziravorchilar hamda tadbirkorlar mahsulotlarining savdo yarmarkasi va boshqa qator tadbirlar tashkil etiladi. Muxbirimiz Madrahim Turdiyev mavzuni davom ettiradi. 16-an'anaviy Ipak va ziravorlar festivali. Ko'hna va hamisha navqiron Buxoro yana bir bora buxoroliklar va bu yerda mehmon bo'lganlarni o'z bag'riga chorladi. Ko'hna Ark maydonida ramziy karvon jam bo'lgan va festivalning ramziga aylangan ushbu karvon yo'nalishni boshlaydi. Buyuk Ipak yo'lida joylashgan qadim Buxoro ko'p asrlik tarixni o'zida mujassam etganligi bilan dunyo nigohida. 16-an'anaviy Ipak va ziravorlar festivali orqali esa ko'p ming yillik tariximiz, o'lmas an'analar, rang-barang qadriyatlarimizning jozibasini yana bir bora ko'rsatish imkoniyati yaratildi. Otliq askarlar boshchiligidagi karvon o'z yo'nalishida yurish chog'ida barchaga ko'tarinki kayfiyat ulashdi. Buxoro shahrida katta bayram ekanligini ifodalovchi ushbu karvonning jarangdor ovozi butun shaharni chulg'ab oldi. Qolaversa, mazkur karvonni ko'rgan inson o'zbek xalqining madaniyati, tarixi naqadar boy ekanligiga yana bir bora guvoh bo'la oladi. Tarixdan ma'lumki, Buyuk Ipak yo'li orqali nafaqat savdo karvonlari, balki xalqlarning erishgan madaniy yutuqlari, ma'naviy qadriyatlari, diniy g'oyalari ham jahonda tarqalib borgan. Xalqimizning boy madaniyati, tarixi ushbu karvonda aks etgandek bo'ldi go'yo. Mana shu karvonni kuzatarkansiz, tarixga murojaat qilgan holda turli bir tarixiy lavhalar qayta jonlangandek go'yo 90 ga yaqin obrazlar, turli xil obrazlarni mana shu namoyon etish maqsadida kiyinib keldik. Mana bu meni egnimdagi kiygan kostyumlar obrazi bu buyuk sarkarda Boyazid obrazi. Ark majmuasidan yo'lga otlangan karvon Labu Hovuz majmuasiga yetib keldi. Bu yerda festivalning tantanali ochilish marosimi o'tkazildi. Tantanali ochilish marosimida so'zga chiqqan Santa Fe Buxoro assotsiatsiyasi raisi Carol Robertson Lopez xonim Buxoroning ko'p ming yillik tarixi doimo dunyo xalqlari qiziqishida ekanligini, bu festival esa shaharda mehmon bo'lganlar uchun jonli tarix ifodasi bo'layotganligini mamnuniyat bilan ta'kidladi. Festival ochiq deb e'lon qilingach, ulkan karvon tarkibi qismlarga bo'lingan holda tarixiy obidalar bag'rida o'z namoyishlarini davom ettirishdi. Tantanali ochilish marosimidan so'ng festival doirasida o'tkaziladigan 20 dan ortiq loyihalarga start berildi. Jumladan mana shunday yirik loyihalardan biri Ipak matolar savdo yarmarkasi bo'lib, ko'rib turganingizdek, Labu Hovuz majmuasida 100 dan ortiq savdo pavilyonlari tashkil etilgan bo'lib, bu yerda yurtimizning turli go'shalaridan keltirilgan asl Ipak matolar savdo qilinyapti. Buxoroga tashrifimiz shunday milliy bayramga to'g'ri kelganligidan xursandmiz. Ochig'i men uchun juda hayratlanarli jarayon. Barchasi juda chiroyli. Men dunyoning ko'p mamlakatlarida ipak matolarini ko'rganman. Biz Xitoyda ham bo'lganmiz. Qolaversa, o'zimizning Lion shahrida ham ipak matolari bor, lekin bu yerdagi matolar nafisligi, bejirimligi, naqshlari bilan ajralib turadi. Men xalqingizning milliy toni va do'ppilaridan xarid qildim. Bu yerdagi jarayonlar menda katta taassurot qoldirdi. Mehmondo'st xalqingiz, rang-barang ko'rinishlar, hammasi juda ajoyib. Toqi Sarafon va Toqi Telpakfurushon tarixiy majmualari yo'nalishdagi ko'chada shifobaxsh ziravorlar savdosi ham qizigandan-da qizidi. Shuningdek, folklor jamoalarining chiqishlari, hunarmandlarning mahorat maktablari festival kuzatuvchilarida katta taassurot qoldirmoqda. 16-Ipak va ziravorlar festivali doirasida yana ko'plab loyihalar tashkil etiladi. Bu haqda keyingi dasturlarimiz orqali tanishib borishingiz mumkin. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Davlatbek Kamalov, O'zbekiston onlayn informatsion dasturi uchun Buxorodan tayyorlandi. Muhtaram teletomoshabinlar, ana endi bugun yurtimizda kutilayotgan ob-havo ma'lumotlari bilan tanishtirib o'tsak, demak, soha mutaxassislarining xabar berishlaricha mamlakatimiz bo'ylab havo o'zgarib turadi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida harorat kun davomida 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida esa havo harorati 33-38 daraja issiq bo'lish ehtimoli bor. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida. Demak, ushbu hududlarda harorat kun mobaynida 30-35 daraja issiq bo'lish kuzatiladi. Respublikamizning janubiy hududlari, ya'ni Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida esa havo harorati 35-40 daraja issiq bo'lishi mumkin. Ana endi Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida ushbu hududlarda harorat 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo harorati kun mobaynida 35-37 daraja issiq bo'ladi. Ob-havo qanday bo'lishidan qat'iy nazar kayfiyatingiz hamisha a'lo bo'lsin. Sizga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz hozircha mana shulardan iborat edi.
Shuningdek, yangiliklarimizni uchw.o'zbekistononline.uz sayti orqali ham kuzatib olishingiz mumkin. Studiyada Anvar Azimov bo'ldi. Yana efir orqali ko'rishguncha hamisha salomat bo'ling.